Hammaga salom, mening ismim Bobur. Bugungi temani men shunday deb nomlamoqchiman. Biz turkiylarning eng katta xatosi nima? Nima uchun biz dunyoni boshqara olmadik? Nima uchun dunyo hokimiyatidan biz chekildik yo bo'lmasam dunyo hokimiyatini ingliz, fransuz va ruslar olib ketdi? Men bu narsani chuqur analiz qilib ko'rdim va shu qarorga keldim. Biz turkiylarning eng katta xatosi, ya'ni eng buyuk xatosi, biz dengiz flotiga qiziqmadik. Biz dengizni, ya'ni geografik kashflarga qilmadik va eng qizig'i kuchli bir flot qilishga va dengizlarga ochilishga qiziqmadik. Ya'ni biz haligi qonimizda ko'chmanchilik haligisi bor. Основной suxoputniy, ya'ni piyoda askar, piyoda otliq qo'shin bo'lib, faqatgina haligi quruqlik askari bo'lib qoldik. Tushunyapsizlarmi? Holbuki hozirgi dunyoning va o'rta asrlarning ham eng kuchli va eng qudratli davlatlari faqatgina aynan dengiz flotiga ega bo'lgan davlatlar hisoblanadi. Oddiy misol, sizlarga misol keltiradigan bo'lsam, hozir jahon tili qaysi til desa, hamma inglizcha deydi, to'g'rimi? Angliskiy язык deydi, hammasi dunyo tili deyshadi. Nima uchun imенно ingliz tili dunyo tili bo'ldi? Nima uchun rus tili emas? Nima uchun turkiy til emas? Nima uchun fransuz emas? Nima uchun nemis emas desalaring, shuni sizlarga aytib o'taman. Qirolicha Elizaveta I zamonida inglizlar bitta narsani tushundi. O'sha vaqtgi kuchli haligi ispan floti bilan, ya'ni ispanskiy armada bilan to'qnashishdan oldin qaroqchilarni ishga olishni boshladi. Qaroqchilarni ishga olib, o'zini, ya'ni Angliya qirolligi haligisi uchun britanskiy, vaqt Britaniya bo'lmagan, Angliya deb atalgan, Angliyalik hukumati uchun xizmat qilishga ko'ndirgan. Ular постоянно ispanskiy haligi koloniyalarga hujum qilib, ularni talon-taroj qilgan va qaraganki, flotni haligisi juda kuchli. Flot juda katta ishlarga qodir. Shunday qilib inglizlar o'zi orol davlat bo'lgani uchun постоянно haligi katta pulni imенно flotga yotqizgan. Napoleonni ham aynan yenggan admiral Nelson bo'ladi. O'zi shahid bo'lgan bo'lsa ham o'sha Napoleonni yengishni qilgan. Shunday qilib основной ish imенно flot bilan bo'lgan. Основной geografik oligilar, kashfiyotlar aynan flot bilan bo'lgan. Bizning turkiylarning eng katta xatosi ham aynan shu flotni qila olmaganimiz bo'lgan. Agar Amir Temur hozirgi Eron hududida, mana hozirgi Iroqning Basra hududida bir kuchli flot qilib jahonga ochilsa edi, balkimda juda katta ishlar qila bilardik, misol uchun. Yoki bo'lmasam Boburiylar Hindistonda kuchli bir flot qilsa edi, balkimda ingliz va portugallarga qarshi tura bilardi. Yoki bo'lmasam Safaviylar davlati kuchli bir flot qilsa edi, balkimda inglizlarga qarshi turardi. Ili Usmoniylar agar vaqtida kuchli bir flot qilib, ular ham geografik kashfiyotlarga chiqsa edi, balkimda ular portugallarni ham, inglizlarni ham, fransuzlarni ham turdirardi, balkim, misol uchun-da. Lekin aynan flotga bo'lmagan qiziqish bo'lmaganligi, asnoviy bizni hali quruqlik askari bo'lishimiz bizni qaloq qilib qo'ydi. Chunki agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, imенно Lepato jangida 1500-yilda edi, 74-damidi, adashmasam, chunki 2-Selim davrida edi. Usmoniylar juda qattiq mag'lubiyatga uchragan flotni. O'shandan keyin ular kuchli bir flot qila olmagan ancha vaqtgacha. Ammo Krit haligisida jangida Usmoniylar qaragan что eski galeonlarga oson yengilayotganini ko'rib, keyin ular galeon yasashni boshlashgan. Ya'ni ular pashti 100-150 yil orqadalashib ketgan. Va eng qizig'i, eng kuchli mag'lubiyatlardan biri Usmoniylarni Cheshma haligisi jangi bo'lib, Cheshmada imенно ruslar, bilasizlar, Baltikadan kelib Usmoniylarni Egey dengizidagi flotini yoqib ketgan. Ya'ni biz turkiylarni imенно shu flotga qiziqmasligimiz, e'tiborsizligimiz, bu imkoniyatlarni ko'ra bilmaganimiz dengizni bizning qaloq davlat qilib qo'ygan. Buni основной haligisini ko'ra bilgan inglizlar dunyoni hukmdori bo'ldi. Chunki inglizlar o'zini floti yordamida O'rta Yer dengizini boshqardi. Ular Maltani egallab oldi. Ular Usmoniylardan Kiprni tortib oldi. Ular Gibraltarni haligacha boshqaradi. Haligacha Ispaniya Gibraltarga hukmronlik qila olmaydi. Gibraltar haligacha Britanskiy koronaga bo'ysunadi. Ular Suetskiy kanalni boshqardi.
ular Malayskiy prolivni boshqardi. Ular butun haligi savdo yo'llarini, glavniy o'sha Amanskiy prolivni ham ular boshqardi. Kontrol ostiga oldi va dunyo tijoratini ular hukmdori bo'ldi. Ular hokim bo'lgandan keyin ular o'zini tilini, madaniyatini hamma yerga yoydi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun ham hozir hamma inglizcha o'rganyapti, chunki zamonida inglizlar o'sha flotga qilgan katta bir haligi investitsiyasini yuzidan bo'lyapti. Hozirgi kunda tili bilan aytganda. Shunday ekan, xatolarimizdan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. O'sha birinchi prezidentimiz Islom Karimov ham bekorga aytib ketmagan. Qaniydi bir dengizga chiqadigan aligimiz bo'lsa edi deb. O'sha juda katta bir aligidir. Imtiyozdir. Ya'ni jahon tijoratida flot aynan katta bir imtiyoz hisoblanadi. Biz turkiylar shu ishni qila olmadik, shuning uchun ham biz haligi quruqlik davlat bo'lib qoldik. Tushunyapsizlarmi? Mayli, bu haqda gapirsang, gap ko'p. Xudo xolsa, streamlarda ham bu haqda gaplashamiz.